bolalar bilan sizlar bilan mashg'ul turamiz va bolalar ular salom короче prям Minecraft kiramiz. Shu Minecraftda biz survival qilamiz. Noldan sababi o'tgan safar survivalda ko'rishim dedim. O'lib ketdim. Prям hozir yana hacker olam ochamiz yangi. Bilmadim. Olam mana короче Minecraftga kirib oldik. Endi doimgidek Okey, ovozim eshitilayotgan bo'lsa yozib qoldiringlar kommentda. Ovozim eshitilayotganini agar ovozni eshitilayotgan komment yozib qo'ysalaring, keyin videoda ham bemalol nima qilaman. Men hayronman. Tosh bo'lib sizlarga videoni yoqaman. Hozir mana tosh qazotdi. Chak. Qani temir chiqsa edi shu pastga qo'ylaversam. O'tgan safar 5 ta qazishimdan temir chiqqan edi. Haq ko'rsa. Hozir vahshiy temir chiqqan. Lekin mana bema'ni bloklar chiqishi biladi. Mani maqsadim bu hacker olamda yashab, prям to'liq kuchayib ketish va netherite kemish. Salovozlarga e'tibor bermaysizlar endi. Babur. Bilmadim, sizlarga eshitilayotgan bo'lsa agar men keyingi safar joyda olaman, komment yozib qoldiringlar. U ham hozir kilo bilan boribdi. Buni ko'ryapsizmi? Va tosh qazilsak gidamiz. Hozir o'zimga kerak toshni qo'lga olaylik. Mana temir topdim. Qazib qo'yaylik. O bitta ko'pak yaxshi. Endi o'zimizga bemalol resurslarimiz qolsa bo'ladi. Endi boshini temir topsangiz zo'rda, sababi survival qilishimizga ancha yordam bo'ladi. 100 ta temir yaxshi. Obunachilar, короче, hozir biz maytni qazilsak Bakar sen 55 ta kerak edi. Hozir tugatmay turdim. 45 ta tugatishim kerak edi. Tugatmadim o'sha uchun. Biz endi qishda topishga harakat qilamiz. Agar men o'yda kaklas qo'yib nimalar bor ekan, ovqat qoldirishim kerak. Yo'lda yarimda to'xtab, qishloq bor qattardi. Короче, prям tokada ko'rdim. Mana shu maqsadda prям вообще katta kuchayib ketdi. Men keyin qishloqda qaysidir yo'ldan shu ag'lardan mana shu yurgan yo'llarga boraman. Mariyalardan qishloqda qo'yaman. Keyin qishloqda prям yashab qoldilar. Bu samoni kam ekan. Keyin nimaga aylanib yurib, elektrali bo'lgandan keyin prям qattiq mana tog'lar orqalariga ketib tog' bor ekan. Mana shu tog'lar orqalariga ketib prям qishloq topdi yana. Shu yerda yozib 900 dedim. Mana shuni qaytarib ko'rmoqchiman. Dragon doldurdi, keyin kemirmayoq bo'ldi. Mazurlar qoldi. Keyin full kiyinib ketdimi? Kuchayib ketdi. To'g'risiyam kuchayib ketgaydi. Keyin ko'rib qoldim. Qo'ylar o'ldirishdi. Borgan yadi borib qo'ydi go'shini olib ketamiz. Endi qo'yib qoldi va chopag'ayishni oldiga bordim. Keyin esa yurdim, shunday yurdim. Video pashto'rnikli bo'pti. O'sha qishloq qatarlarim. Avtobusdan qishloq topagandan keyin sizlarga aytarman. Meni qo'yib olamiz.
tartışamiz. O'sha qishloqqa ham pashta yetib oldik. Prosta video 5 minut bo'lib ketyapti. O'sha plus mana bolalar qishloq, provatim bor. Buni prosta cho'kib ketyapti. Böyle atbol anasını sessiz yamayo nakır az ben bu katlı olan seslerini yürütüyordu bütün yürü var olay golem biraz var ki havalarımı sekiyorlardı ki başka nasıl korktum var ki yaptığında çitil çatı ayıplas Yukarı turuyordaki yatağısından ve keyin ortaya koydum sebebi bir şey var. Keyin esa короче bilasiz vallahi qishloqqa keldi. Ben o'zi o'chamagan deb o'ylab qoldim. O'sha video. Prям amalakka to'g'risida. Keyin bolalar sizlarga aytishdan chiqdi, mana menga e'tibor bersalaring, mana menga duman olib turganga shu birinchi kundaligimizni, shundaligimizni ko'rsatadi. Agar shu ko'payib qolgan bo'lsa, sizlar ko'rmagan payt. Prям ancha kun yashagan bo'laman. Keyin bu sazgan golemdan astishima tushdi. Odatda doim 5 uchardi. Bu mayli. Keyin esa 18 kilo deyarli o'sgan ekan. Sizlarga hozir ishlatgan bo'lsa e'tibor bermanglar. Keyin men shu videomizni qilishga qaror qildim. Bo'pti obunachilar, sizlar bilan men shu turdan savob oldim. Ikkinchi qism uchun 5 ta like va 2 ta obunachi. Go.